samimiy suhbatdoshlarimiz bor. Xuddi shunday, biroz avval aytib o'tdik, butun yurtdoshlarimiz O'zbekiston ahli g'alaba zavqi bilan yashayapti. Albatta, O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga ilk marotaba yo'llanmani qo'lga kiritdi. O'ziga xos tarixiy voqea bo'ldi va bugun ham tarixiy suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Shu maqsadda sport hamda futbol sharhlovchilari Xayrulla Hamidov, Orif Xoliqov bilan taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun va nihoyat shunday kunlarga yetib keldik, Xayrulla aka. O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga chiqqanini ko'rdik. Birgalikda bunga guvoh bo'ldik. Tarixiy sharhni ham eshitdik. Hali menimcha 3 kishilik sharh bo'lmaganda bundan avval. O'zbekiston milliy terma jamoasini O'zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi o'yinda bo'lmagan, lekin bunga repetitsiya qilingan edi. Endi buni tengi bo'la olmaydi-ku, uchrashuv, lekin ssenariy e'tibori bilan yanada qiziqroq bo'lgan O'zbekiston kubogi bo'lgan. Andijon bilan Navbahor o'yinda o'shanda 4 kishi sharhlangan-da, o'sha ikkita sharhlovchi chiqib ketib, farqi yo'q bo'lib qoladi-ku. Bunda ham sal oldindan rejalashtirilgan edi. Mabodo shunday bo'lib qolsa, davron tushib ketishi ma'lum edi. Orif shu yerda tayyor turganda o'z nutqini yodlab, keyin o'sha otash nutqini boshlab qoldi. Qanday holat endi hozir kecha ijtimoiy tarmoqqa ham suratlar joyladingiz, nima bo'lyapti o'zi? Qanday rostdan jahon chempionatiga chiqdikmi? Taassurotlar hali ham o'sha g'alaba zavqi bilan yashayapmiz. O'zi bu bo'ldimi, bo'lmadimi, tushmi, o'ngimizmi degan holatlar ham bo'lyapti. Sizda ham shu jarayonlar menimcha. Ya'ni Panama terma jamoasi jahon chempionatiga chiqqanda ikkita sharhlovchi sharhlagan-ku. Mashhur aylangan edi. Birinchi marotaba Panama kichik davlat. Nima bo'lgan taqdirda ham ular uyda chiqishganda, ya'ni uydagi uchrashuvda stadion to'la va muxlislar bilan hamohang sharhlovchilar ham o'sha nishonlashgan ikkalasi. Bizda sal voqelik boshqacha bo'ldi. Bizda misol uchun mingtacha muxlis bo'lgan bo'lsa ham, lekin xabaringlar bor, qanaqa azoblar bilan yetib borishganini, juda ko'p o'yinlar bo'lib ketdi, boshqa butunlay boshqa his-tuyg'ular bo'ldi va baribir xohlaymizmi xohlamaymizmi mehmonda o'sha kerakli natijani qo'lga kiritdik. Shuning uchun kimga qanaqa ekanda, ba'zan uyda nishonlar ekan kimdir birinchi marotabasini, kimdir esa mehmonda ekan. Bizning chekimizga mehmonda tushdi. Lekin ana shu mehmonda qanaqadir matonat bilan qo'lga kiritganimiz ham bir umrga eslab qolishimizga yetarli bo'ladi. Chunki birinchisi har doim birinchisi bo'lib qolaveradi birinchida, keyin u qanday qo'lga kiritilganligi, u yerda drama bor, ular uchun tragediya bor, hamma janrlardan topsa bo'ladi. O'sha voqealigcha hozir aytyapmiz, 3 ta sharhlovchini va bir sharhlovchi aynan terma jamoaga aloqador shaxsligi, hamma narsa boshqa mamlakatlarni birinchi marta chiqqaniga o'xshamaydi-da umuman. Bizniki alohida. U sharhdan boshlab turib, hattoki muxlislarni ham har bittasini o'zini hikoyasi bor. Ko'chada qolib ketgan muxlislar bor, aeroportda qolib ketgan muxlislar bor, Sharjadan ortga qaytgan sharhlovchi bor. Shu darajada ko'p voqealar bilan O'zbekiston terma jamoasi gol urmagan holda 0-0 bilan jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Shuning uchun gapirsa gap ko'p, lekin bizniki rostdan ham o'zgacha bo'ldi va mehmonda qo'lga kiritilganligi uchun faqatgina shu xotiralar bilan eslanadi. Shunday. Hozir muxlislar borasida, o'yin borasida yana siz bilan alohida suhbatlashamiz. Orifdan ham eshitaylik taassurotlarni, jahon chempionatiga chiqqanimizdagi his-tuyg'ularni. His-tuyg'ular hali ham o'zim kelolmayapti. Endi o'sha qandaydir ta'mi bor, mazasi saqlanib turibdi, uzoq vaqt saqlanib qolsa kerak. Mana hozir o'zi avval boshdan aytish kerak, o'zi tan olish kerak. Bu fakt o'laroq 3 kishi bo'lgani bilan ishtirok etganman. Bu 2 kishi baribir Davron aka, Xayrulla aka kelaligicha meni ishtirokim o'ta epizodik edi. Ya'ni o'sha Davron aka baribir terma jamoa a'zosi sifatida o'yin tugagandan keyin pastga tushish kerak edi. Jamoa bilan birga bo'lish kerak edi. U yerda o'zining vazifalari bor edi. Shuning uchun oxirida qo'shildim. Menga nasib qildi. Men juda ham xursandman bundan. Endi o'yindan oldin ham aytayotgandik, hamma uchrashuvlar, odatda uchrashuvlar bitta o'yinli kutilma bo'ladi. Masalan, istalgan final ham bitta o'yinli bo'ladi. Uzoqqa borsa bir mavsumli bo'ladi. Chunki o'sha mavsumda yetilib kelgan. Bizda endi bu narsa
30 yildan ziyodroq, 30 yil atrofidagi kutilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilish qiyin. Hatto ba'zi yoshlar bor, 30 ga to'lmagan, ular keyinroq. Ba'zi yosh kattalar bor, butun hayoti davomida shuni yashagan. Ba'zilar yashab ko'ra olmagan. Shuning uchun bu kutilmani amalga oshganda qanaqa bo'lishini hech kim bilmasdi. Va futbolchilar ham o'sha kun va bunga aloqasi bo'lgan istalgan inson, translyatsiyada ishlaganlar, muxbirlar, jurnalistlar hammasi umrida ko'p hayajonlanganmiz. Birinchi efir hayajoni, birinchi xato hayajoni. Hamma hayajonlar turi ko'p, lekin bu yangi hayajon edi. Va bunaqasi bitta bo'ladi. Boshqacha hayajon, shunday. Xayrli aka, hozir aytib o'tdingiz, muxlislar borasida alohida to'xtalib o'tdingiz, sharh davomida ham aytib o'tdingiz, o'yindan keyin fikrlaringizni bildirdingiz. Haqiqatdan ham men ham shu narsaga e'tibor qaratdim va juda ham g'ururlandim. Nimadan? Vatan taqdiri turganda hech kim befarq bo'lmas ekan. O'zbeklarni birlikda ajratib bo'lmas ekan. Ya'ni o'sha qanchalik mashaqqat bilan o'yinga qadar yetib borganlari, stadionga kirganlar va kira olmaganlar hattoki stadionga yaqin joydan turib O'zbekiston deb olqishlab turishdi. Ularni ovozini futbolchilar ham his qilib turdi. Garchi ular maydonda ko'rinish bermasa-da, o'sha tribunada bo'lmasa-da, shu atrofda ekanligini his qilib turdi. Va buning ortida butun xalq yotganini bildi. Shu bilan birga harakat qildi. Men aytmoqchi bo'lganim, shunday pallalarda muxlislarni so'nggi paytlardagi, so'nggi yillardagi birligi ham kuchaydi, to'g'rimi? Endi bu birlikka ham oid mavzu ham bo'lishi mumkin. Men nazdimda ko'proq hozir Orif ta'kidlagandek, bu birinchi marta bo'layotganligi uchun hamma qayerda bo'lishidan qat'iy nazar nishonlardida. Mana misol uchun siz ham o'zgacha nishonlagansiz, to'g'rimi? Shunday. Shu yerda yigitlar hammasida qanaqadir shunga oid bir his-tuyg'u bordi. Shuning uchun yetib bormadi, bo'ldi nishonlamayman degan narsa bo'lmaydi. Qayerda to'xtab qolgan bo'lsa, o'sha yerda, o'sha darajada nishonlaydi. Hatto misol uchun o'sha aeroportda Ultras kelgandan keyin ular ham kelib Abu Dabiga kelishdi. Dubay orqali kelsa bo'lardi, endi sal cho'zilib qolardi, lekin Abu Dabida odatiga ko'ra arablar 20 ta 30 ta yigitni saralab olishgan. Bu farqi yo'q. Bu yerda raqamlar ishlayapti-da, shuni biz kriteriyani topa olmadik. Nima uchun deb so'ralsa, birinchidan javob berishmayapti, ikkinchidan aniq bir kriteriy yo'q-da. Nima tufayli qoldirishayotgani, nima uchun pasport olib qo'yilayotgani. Agar birinchi marta kirayotgan desa, birinchi marta kirayotganlar kirib ketyapti. 4 marta kirayotgan odam ham qolyapti. Oilalarni bir-biridan ajratib tashyapti. Shunday. G'alati xohlagan o'yinni qildida. Ular qolgandan keyin qolishdi, ichkarida yotishdi, o'yin bo'lguncha ular ozgina dam olib olishgan. Farqi yo'q qayerda bo'lsa ham va o'yin boshlanganda iltimos qilishgan futbolni ko'raylik deb. Shu futbolni qo'yib ham berishmagan. O'ynagan orqali qo'yib berishmagan. Hay qo'yishmagandan keyin baribir internet bor, hammada telefonda ko'rishganda ko'ryapsiz, misol uchun shu yigitlar agar misol uchun o'zini klubi bo'lganda qayergadir yetib bora olmaydigan bo'lsa, menimcha qiziqishi yo e'tibor to'xtashi kerak. Shunday. Bu yerda to'xtamasligining sabab, eng asosiy sababi deb o'ylayman, bu birinchi marta bo'layotganligi uchun o'sha birinchi martalik ta'mni his qilish uchun hamma qayerda to'xtagan bo'lsa, o'sha yerda o'sha ishni qildi. Yana bir narsa, sharhlar davomida ham o'zingiz ham, Davron akam yoki Orif ham juda ko'p ta'kidlab o'tasizlar. Mana shu pallalarda muxlislar ham bu jarayonga bevosita daxldor ekanligini his qilib boryapti-da. Ularni o'rni ham borligini his qilyapti. Yo, shunisi misol uchun hozir agar uyimizda qo'lga kiritganimizda deylik, Bunyodkorda stadion to'la muxlis bo'lganda, muxlislarning soni ko'p bo'lardi, lekin endi keladi-da, har doimli muxlislar bayram deb kelishdi deb qabul qilinardi futbolchilar tomonidan. Lekin u yerda bo'lganligi uchun har bittasi bir qahramon sifatida keldi-da. Baribir shu yerda nishonlab ketamiz deb keldi. O'sha Kalmar film bor-ku, o'shanga o'xshab tirik qolganlari kirib o'tdi. Lekin naryoqda qolganlari ham dalda bo'lib turishganini har bir futbolchi bilardi. Bu yerda endi pafos emas, o'z rostdan ham futbolchining o'zida o'tayotgan his-tuyg'u bor. Ana muxlisning his-tuyg'usi bor. Shundoq tashqarida qolgan muxlislarning his-tuyg'usi bor. Ovozimiz kelib turib, ovozi kelmayotgan bo'lishi mumkin, lekin qolib ketganlarni baribir bilishadi-yu.
va aeroportdagisi ham, aeroportdan tashqari mamlakatni ham hamma ko'rayotganini hamma bilib turibdi-ku. Sharq davomida ham boshqa. Shuning uchun bu o'zi aslida birinchi marta sodir bo'lganligi peshonamizga shunaqa yozilgan ekan, mehmonda bo'lgani va azaliy raqiblarimizdan biri, har doim asabimiz o'ynaydigan raqiblardan biri. Bizga shu kelib turib, Jar sport majmuida London Olimpiadasini olib ketgan turibdi. Bizni juda ko'p musobaqalarda burilish davriga to'g'ri keladi. O'sha 4-1 ni ham oladigan bo'lsak, shu stadionda bo'lgandan keyin 3-2 qizil kartochka Shuhrat Maqsudov 97. Endi boshlagan paytlarimiz. Hammasida Birlashgan Arab Amirliklarining roli bor-da. Noqulay raqib hisoblanadi. Men hech qachon ularni bizni futboldan kuchli deb bilmaganman o'sha paytlar. Lekin sezilardi shular bilan bir narsa bo'lamiz dedik. Har doim shular bilan nimadir bo'lardi. Va aynan o'sha yerda shuncha o'yindan keyin, shuncha qarshiliklardan keyin juda maydalashib ketishdi endi. Masalan, Qatar yoki boshqa davlatlar bunchalik aytaveraman, pastkashlik qilishmasdi deb o'ylayman. Shunchalikka tushib turib o'sha natijani olib ketganligimiz yanada katta qilib yubordi. O'zi birinchi marta bo'lib turibdi. Yanada katta salobatli bo'lib turib, go'yoki 11 ta qahramon bilan yoki 15 ta qahramon bilan emas, bir 1000 ta yoki 1,5 mingta qahramon bilan qaytgandek bo'ldi. Xayrli aka, hozir nimadir deb ta'kidlab o'tdingiz-ku, nimadir bizga yetishmasdi, nima ekanligini bilmasdik. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqda bitta videongizni ko'rdim, kuzatdim. O'sha nimadirni siz topgandek bo'ldingiz menimcha. Bu e'tibor, haqiqatan ham davlat tomonidan berilayotgan e'tibor, davlat rahbarining qaratayotgan e'tibori sport sohasiga umuman, futbolchilarga, barcha sportchilar g'alabaga erishgandan keyin, o'sha Olimpiada o'yinlaridan keyin ham shaxmat musobaqalarida boshlangandi bu holat. Shaxsan o'zlari qo'ng'iroq qilib tabriklaganlari bu futbolchilarga ham, sportchilarga ham qo'shimcha kuch beradi. G'alaba qozonganda, chempion bo'lganda qutlash bu tabiiy. Lekin men qoyil qolganim ko'proq bu g'alabada emas, chempionlikda emas. Hozir Orif bilan sal oldin gaplashgan edik. Yaponiyaga yutqizgan o'yinimiz bor-ku, Osiyo chempionati. Yo'llanma qo'lga kiritganmiz Olimpiadaga. Endi motivatsiya uncha topa olmaganman deydi-yu Timur Kapadze, lekin 3 ta legioner futbolchi ketgan edi. Abbos hammasi ketgan edi. Lekin o'shanda ham tengma-teng o'ynaganmiz, hatto yaxshiroq ham ko'ringan Yaponiyaga qarshi. O'shanda oxirgi 90 plus nechidir daqiqada penaltidan gol urdi. O'shanga gapirilgan gap menga ko'proq ta'sir qilgan. Ya'ni bu ko'p joyda aylandi, agar ko'rgan bo'lsanglar, faqat g'alabada emas-da. Endi g'alabada yaxshi g'alabani egasi va sherigi ko'p bo'ladi. Istaymizmi, istamaymizmi? Hozir hamma nishonlayotgandek-da, lekin o'sha mag'lubiyatda men yigitlarga o'sha xat jo'natdim. Shuni ursalaring bo'lardi-ku yoki o'rniga o'zim tepsammaydi degan xalqona gaplar yangraganligi juda yaqinlashtiradi-da. Masalan uchun kubokni futbolchilar bilan nishonlash juda yaqinlik va shu bilan birgalikda mag'lubiyatda haqiqiy muxlis, haqiqiy yaqin odam mag'lubiyatda bo'ladi-da o'zi. Shunda o'lchanadi. To'g'ri, yo'llanmani qo'lga kiritgan bo'lgan yigitlar, baribir asosiy ishni qilishgan. Lekin Osiyo chempioni bo'lishardi. O'sha penalti tepilgandan keyin aniq yaponlar qulardi, ruhiy tomondan ketardi, seriya boshlanardi. Qo'shib berilgan bo'limlarni mayli nima bo'lsa ham odatda ko'rganmiz, oxirgi daqiqada urilgan gol urganini kim bo'lib ketadi-da o'yin. Shu narsalar ham aralash bo'ldi va shuni natijasida shu narsani ham o'ylab turishdi shekilli. Endi baribir o'z 0-0 ga o'ynadi ham deylik. Aytmoqchisizki, faqat g'olib bo'lganda, taqdirlanganda tabriklash emas, o'sha mag'lub bo'lganda ham qo'shimcha kuch berish va davlat rahbari tomonidan mag'lub bo'lgandagi munosabat bor-ku, munosabat o'ta, misol uchun bir farzandiga gapirayotgandek yoki ukasiga, bir o'g'li mana shunaqa samimiy chiqqanda va samimiy chiqqanligini bu tomon bilib turadi-ku. Bilib turgandan keyin albatta o'shanga yarasha javob bergisi keladi. Shunday, to'ppa-to'g'ri. Shunga yarasha endi davlat rahbari ishongandan keyin uni ishonchini oqlashga harakat qilishadi. Orif, Xayrli akani bilamiz. 0-0 ko'p gapiradi. Kutilmagan. Yo'q, ko'p gapirishlarini emas. O'shancha o'zim o'yinni hisobini bir kun oldin topib qo'ygan ekanlar, aytib qo'ygan ekanlar. Buni biz ham kecha bildik o'yindan keyin. Siz qanday natija kutgandingiz kechagi o'yindan? Yaxshisi bir narsani so'rab olaylik-da Orifdan hozir. Hayajonlari hali ham bosilmagan ko'rib turibman. Charchoqlar hammasi bilinyapti. Orif, qarang, o'yindan keyingi Otashin qisqa
xitobingiz, nutqingiz hammani e'tiborini tortdi va bu menimcha bu bor emotsiyalaringizni portlashi bo'lsa kerak. Shu haqida gapiring. O'sha joyda. Bu do'stlardir. Bu do'stlar. Yo endi o'sha o'yindan boshlanishidan avval bildim Davron aka tushib ketishlarini va har ehtimolga qarshi o'sha xonada bo'lib, ular tushib ketgandan keyin har akaga sherik bo'lib o'sha oxirgi daqiqalarni o'tkazib qo'yishdi va men mikrofon taqqanimda yigitlar muxlislar tomon yugurishayotgan. Endi tabiiy o'sha jarayon menga ramziy qanaqadir ta'sir qildi. Ya'ni tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni o'sha har aka aytgan bu stadionga yetib kelgan 1,5 ming muxlis bu 37 million insonni ifodalaydi. O'sha yerdagi bizning vakilimiz va ular birlashib ketishi odam ta'sirlantirdi va shu o'sha fikrlar o'sha vaqtda chiqdi. Bu qanday tayyorlangan nutq emasdi. Ba'zi hatto o'ylagan narsalarimni ayta olmay qoldim, ba'zi o'ylamagan narsalarimni aytib yubordim. Hayajon edi. Hisob ma'nosida hisobni 3-1 deb taxmin qilgandim. O'zbekiston g'alabasi. Ha, O'zbekiston g'alabasi 3-1 deganman. Endi Xayr aka o'zi ko'p taxminlari to'g'ri chiqadi. Va bu safar ham mana to'g'ri chiqdi. Yigitlar juda muhim uchrashuv ekanligini bilishardi. Bolalar intervyu berishyapti hozir ko'p kanallarda, ko'p manbalarga va ular o'sha o'yindan kelib chiqib harakat qilishganini aytishyapti. Ya'ni oson emasdi. Hayajon bilan kuzatyapmiz-ku. Biz aloqamiz yo'q. O'sha maydondagi bo'layotgan voqealarga biz umuman aloqamiz yo'q. Meni ham aloqam yo'q, sharhlovchilarning ham aloqasi yo'q. Siz muxlislar birorta biz faqat kuzata olamiz. Siz aytgandek qo'llab-quvvatlash orqali ozgina ta'sir qilishimiz mumkin. Lekin o'sha ishni qilayotganlar qanaqa hayajonlanishi mumkinligini bitta tasavvur qilib ko'rsangiz, u sig'maydi. Xayrullo aka, mana O'zbekiston g'alabaga erishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz, hali ham hayajondamiz, lekin kutilayotgan, ya'ni Amerikada bo'lib o'tadigan chempionatda qanday natijalarni kutyapmiz? O'zbekistondan, ha? O'zbekistondan, futbolchilarimizdan. Mana taxminingiz to'g'ri chiqarkan deyarli. Balki taxmin qilib ko'rarmiz buni ham. Olimpiadada shakllanmoqchi. Olimpiadada ham Temur Kapadze olib chiqqan. Bu safar ham Temurni chekiga tushdi. Endi Temurdan tashqari ko'proq ishni baribir Katanis qilganligini qayd etishimiz kerak. Agarda mana Birlashgan Arab Amirliklarining murabbiyi, yangi murabbiy kelganda, u 4 tami futbolchini almashtirdi o'sha kuni. O'sha kun. Birdan kelib 4 ta futbolchini almashtiryapti chiziqlarda, har bir chiziqda va hattoki oldingi o'yinlarda, ba'zi o'yinlarda oldingi murabbiy 3 ta markaziy himoyachi bilan ham o'ynagan ekan. U 4 ta himoyachi bilan o'ynatdi o'sha 2 ta markaziy bilan. Demak, endi to'g'ri, u haydalgan murabbiy. Haydalgan murabbiyning o'rniga kelgan odam yangisini quradi. Bizniki haydalmagan edi. Mazasi yo'qligi uchun ketgan edi. Bu tushunarli. Lekin o'shaniki chizmalarni o'zgartirmagani va hattoki bir tasodif tufayli tavofuq-ku Abbos bilan Hojimat ikkalasi o'ynashga majbur bo'lganda yaxshiroq o'ynaganini ko'rgandan keyin ham Jaloliddin bilan Oston o'rinni qo'ygandan shuna xulosa qildimki, bar oxirida kelgan murabbiyni Katanskiga o'zgartirishlar kiritilmadi. Demoqchiman, oldingisida Olimpiadaga olib chiqib, u bitta jiddiy tajribaga ega bo'lgandi. Ya'ni birinchi uchrashuvni haddan tashqari zo'r o'tkazib, birinchi uchrashuv raqibi Ispaniya bo'ldi. Ispaniya chempion bo'ldi. Ispaniyaga borini berib yuborib, 2 ta o'yin orqaga ketdi. 3 talik o'yinda 3 ta o'yinga qanday qilib turib bosimlarni ajratish kerak. Buni to'g'ri taqsimlash kerak. U bildi, o'zida his qilib ko'rdi va hozir ayni o'sha murabbiy jahon chempionatiga olib ketayotganligi yaxshi bo'lyapti. Misol uchun boshqa jahon chempionatlariga olib ketganlardan ko'ra bu yaxshiki, yaqinda olib borgan shu terma jamoani baribir ko'p futbolchilar bor va o'zini yurtiniki, ya'ni mahalliy murabbiy. Va yaxshi, endi hozir bizda Olimpiadadan farqli ravishda hali raqiblar noma'lum, hali Braziliya chiqmagan. Biz Braziliyadan oldin chiqdik, Braziliyadan oldin hovliqib chiqib oldik, borku. Hali ular chiqa olamizmi, chiqa olmaymizmi deb turib Carlo Ancelotini olib kelishdi. Ancelotti bu yoqda dam olib yotibdi. Durangnacha qayd etdi. Shuning uchun hali jahon chempionati haqida gapirishga juda erta. Shuni aytmoqchi edim. O'zi Olimpiadada biz oxirida taqalganda borganmizda hamma ma'lum edi. Agar chempion bo'lsak, Isroillik guruhi bor edi, o'sha yerga tushishimiz mumkin edi. Sal yengilroq edi. Yaponiya. Bu yerda Yaponiya tushdi o'sha yerga. Biz bu yerga tushdik. Hozir uni gapira olmaymiz-da. Hozir ular bizga tushadi. Ertagalik o'yin haqida-chi, Qatar bilan?
to'xtadi deya olamiz. Yaqin haqida. Shu o'yin bor-ku, Amirlikdagi o'yin tarixda birinchisi bo'lib, yagona bo'lgan bo'lsa, qanaqa yagona bo'lgan bo'lsa, bu ham shunaqa. Chunki bu mundial ishtirokchisi bo'lgan terma jamoaning birinchi o'yini edi. Bu misol uchun kecha yigitlarga bordik, mashg'ulotga, jarga bordikda. O'sha yerda kuzatib turibman. Go'yoki yigitlar professional, hammasi hayajonni yig'ishtirib qo'yib, mashg'ulot qilayotgandek tuyulishyapti. Men ishonmayapman. Men bugun sal oldinroq YouTube'ga video qildimda, o'sha yerda shu vaziyatdan foydalandim. Ya'ni menga futbolchilar professionallikni o'rgatdi. Ya'ni biz Yevropa futbolini deyarli gapirmay qo'ydik oxirgi paytda. Lekin gapiraman, Portugaliya chempion bo'lganda, shuni gapiraman. Sababi kecha terma jamoamizni ko'rib turib, terma jamoamiz mana shuncha euforiyadan keyin turib mashg'ulot qilyaptimi? Demak, men ham sohamga qaytishim kerak bo'ldi. Bu narsani yig'ishtirishim kerak deb shundan o'qdim deb endi kirish qildim. Lekin unaqa emas-da vaziyat, unaqa emas. Va Qatarga ham hech narsa kerak emas. Shuning uchun ertaga faqat bayram. Mana Birlashgan Arab Amirliklari bilan so'nggi daqiqadagi hakamni xushtagini qanaqa kutgan bo'lsak, ertangi Bunyodkorda ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni hakamni xushtagini kutgandan keyingi marosim kutiladi. Lekin intervyular jarayonida Odil Hamrobekov aytib o'tdilar, biz so'nggi o'yinda ham g'alaba qozonib, yurtdoshlarimizga bayram ulashmoqchimiz deb. 2017-yil 5-sentyabrda 2017-yil 5-sentyabr sanasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Koreya bilan bahs olib borgan edi Bunyodkor stadionida. Ana endi o'shanda aytgandingiz, Babayan nima deb izoh beradi bu holatga? Va o'ziga xos bog'liqlik ham bo'ldi. O'sha paytni esladim-da va kechagi his-hayajonlar o'rtasida umuman boshqa bitta narsa bo'ldi. Rostdan ham Orifga bermayapmiz so'z. Menda sharqda bir holat bo'ldi. Mana misol uchun Davron nisbatan ichimizda tayyorgarlik ko'rgandi. Sababi u chiqib ketardi. Va men shuni his qilib turib, to'g'risi, o'zi odatim bor, haligi teng gapirib ketish yoki mikrofonni ovolish bo'ladi endi. Bunaqa payti har qanaqa sharhlovchi menimcha vaziyat qizg'anadi. Birinchi marta bo'ladi va boshqa bo'lmaydi-da. Shu paytda men indamay turdim, sababi Davron tushib ketishi kerak edi. Keyin qiziq bo'ldi, u mikrofonni topshirayotgan payti Orif kutib turibdi, Davronni haqiqiy shogirdi, boshqa, ya'ni shogirdga ramziy ma'noda ulaydi deb Orif taqqandan keyin tabiiyki yana Orifga berishimga to'g'ri kelib qoldi. Bu ikkalasi hamma gap gapirib bo'ldi-da. To'g'risini aytadigan bo'lsa, bitta o'ylab turibman endi. Baribir sharhlovchi sifatida shuning uchun endi bizda sal hali hammani o'zini fishkasi bo'ladi. O'sha hozir eslaganingizga o'xshaganligi ham hozir ijtimoiy tarmoqlarda bir xil ham aylanayotganining asosiy sababi unda tanqidiy ruh borda. Mayli arablar haqida gapirilgan bo'lsa ham, o'zi aslida hammasi bir, misol uchun Orifni ham, Davronni ham, meni ham gapim hammasi bir turli eshikdan kirib turib bitta uyga kirishi mumkin. Lekin men boshqa variant topa olmay qoldim. Yana misol uchun terma jamoani Mahdi desam, bayram desam gapirib bo'lgan. Undan oldingisini 34 yilda birinchi marta aytib ketdi. Shuning uchun shu tomondan foydalandim-da. Ya'ni menga qiyinroq edi demoqchi. Keyin gapirdim. Keyin misol uchun hozirgi suhbatimizda Orifga qiyinroq bo'lyapti, men gapirib olayman. Keyin gapiramiz. Mayli, Orifga savol beramiz unda. Ertangi o'yinni kim sharhlaydi, Orif? Bormisiz siz u yerda? Yo'q, men hamkasblarimiz sharhlab boradi, ko'p ehtimol. Yoshi katta sharhlovchilar, hamkasblarimiz, tajribali hamkasblarimiz bor, ular sharhlab boradi. Orif hozir Xayrilla aka ham aytib o'tdilar. Timur Kapadze O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqdi deya ayta olamizmi? Ya'ni bu yerda Katanisning mehnatlari ham bor. Bir ikkisini rad etmaydi, biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Ya'ni birini ikkinchisiga qarama-qarshi qo'ymasligimiz kerak. Bu rostdan ham Xayrilla aka aytgandek, iste'fo majburiy iste'fo edi. Ya'ni biz Katanisni salomatligi tufayli undan ayrildik. Lekin u Qatarga qarshi o'yinga keladi. Nasib qilsa ko'radi va u juda katta ishni amalga oshiradi. Buni yigitlar biladi. Katanis ketgandan keyin birinchi marta chempionatda ishtirok etgan Odil Hamrobekov so'zini Katanisga minnatdorlik bildirish bilan boshlagan. Ya'ni u bilan jamoa va uning o'rtasida hech qanaqa muammo yo'q, futbolchilar o'rtasida. Va buni tashkilotchilik nuqtai nazaridan, mamlakat nuqtai nazaridan hammamiz his qilib turibmiz va o'sha chiqqan davlat rahbarining farmonida Srechka Katanis do'stlik ordeni bilan
mukofotlandi va bu juda ham to'g'ri, o'rinli va bu ifodalaydi uni o'rnini. Bir ikkinchisidan. Lekin Temur Kapadze o'zi xayrli aka mana hozir 2022-yilda yozgan tweetlari u ham ko'p nima qilinyapti. O'shanda hali Kapadze Olimpiya terma jamoasida endi faoliyatini boshlab olgan vaqtlari edi. Endi emas, u har holda Olimpiyadan ancha avval edi. 2 yil avval. O'shanda birinchi Olimpiadaga ham Kapadze, birinchi jahon chempionatiga ham Kapadze olib chiqsa kerak deb yozganlar. 2022-yilda. 2022-yilda va 2024da dastlab Olimpiadaga, keyin esa bir yil o'tib mana jahon chempionatiga ham Temur Kapadze orqali keldi. Endi bu ramziy Temur Kapadze yosh murabbiy, yaqinda faoliyatini yakunlagan, nisbatan yaqinda faoliyatini yakunlagan va hali o'sha alam tanasini tark etmagan. Ya'ni jahon chempionatiga chiqa olmasdan buni vazifa sifatida, maqsad sifatida yelkasida saqlab yuragida saqlab qolgan inson edi. Va unga nasib qilgani, masalan, meni xursand qiladi, chunki u ham yosh murabbiy, shunchaki yosh nuqtai nazardan emas, u zamonaviy murabbiy. Shunday. Kim bilsin, balki yana ham tarixiy natijalar u bilan yozilar. Birinchi Osiyo chempioni bo'lsa. Nasib etsa, ilohim shu kunlarni ham ko'raylik. To'g'ri aytdingiz, Xayrli aka, Orif. Haqiqatan ham bu yerda maqsad kimningdir taktikalari, kimningdir chizmalari emasdi. Maqsad bitta edi. Bo'ldi, O'zbekiston milliy terma jamoasini tarixda ilk marotaba jahon chempionatiga olib chiqish. Shu sababli ham meni fikrim bo'yicha Kapadze Srechka Katanisni jamoasini to'la-to'kis saqlab qoldi o'zida. Srechka Katanisni o'zi bo'lmasa-da o'sha jismoniy tayyorgarliklar bo'yicha murabbiylarni olib qoldi va ular bilan birga ishlab natijaga erishildi. Mana shunday kunlarni, mana shunday yutuqlarni ko'raveraylik, xursand bo'laveraylik va suhbatlarni uyushtiraveraylik. Mana shunday. Tashrif uchun sizlarga rahmat aytamiz, samimiy suhbat uchun rahmat aytamiz va otashin nutqlar uchun rahmat aytamiz. Hozir biz oramizda yo'li, Davron aka. Ular mashg'ulotdalar, yig'indalar. O'zi bu yoqqa men o'rnimda Davron aka o'tirish to'g'ri bo'ladi. Tomoshabinlarga ham aytib ketaylik, ertaga keladi. Yaxshi bo'ldi, mana yaxshi, mana eslatib o'tayotganimiz yaxshi bo'ldi. Bugun mashg'ulotlarda kecha gaplashganimizda o'sha rejalar, mashg'ulotlar, chunki terma jamoa bilan birga bo'ladi. O'zi rostdan ham bu shahar ham tarixiyda biz uchun. Ham o'zini rakursdan qaraydi deymiz-ku. Sharhlovchilik nuqtai nazaridan bugungi kunda O'zbekistonning eng shu tarixiy sharhda bo'lishi kerak bo'lgan ikkita insoni bo'ldi men nazarimda. Meni ishtirokim bu shunchaki 4-hakamni qo'shimcha daqiqalarni belgilashga o'xshagan ishtirok, e'lon qilishga o'xshagan ishtirok. Xayrli Hamidov, Davron Fayziyev o'sha kuni 90 daqiqa va 90 daqiqadan keyin butun mamlakatni shu yo'llanmaga ishontirishdi. Yigitlar buni amalga oshirishdi. Orif, to'g'ri aytdingiz, hozir hamma hamjihatlikda ishlayapti. Biz xursand bo'lgan jihatimiz futbolchilar hamjihatlikda ishlayapti. Murabbiylar hamjihatlikda ishlayapti. Va shu joyda sharhlovchilar ham hamjihatlikda ishlashsa, albatta faqat xursand bo'lamiz. Bundan hamma yutadi. Albatta, mana shunday baland cho'qqilarni, yuksak marralarni erishish bardavom bo'lsin. Baland cho'qqilar deganda hozir biz 21-qavatda Hilton binosidan efir olib boryapmiz va har safar efirga chiqqanimizda bir savol qiziqtiradi meni. Hozir futbol paytida ham o'sha savol sizni qiziqtiradi? Albatta, hozir shu savol kelib qoldi. Nima savol? Bilasizmi, mana shu turgan oynalarimizni qanday tozalashar ekan, u qanday bo'lar ekan, qiyin emasmi? Xayrli aka, ko'ryapsiz, biz hozir futbol haqida jon kuydirib gapiryapmiz, oynalar Nargizaxon oynalarni tozalash qiziq. Albatta, suhbatimiz juda ham qiziq bo'ldi, maroqli bo'ldi, samimiy bo'ldi, lekin biz keyingi lavhaga navbatni berish jarayonida. To'g'ri aytdingiz, lekin shunday ma'lumotlar bor ekanki, xuddi shunday baland binolarni tozalaydiganlar endi o'ziga xos alpinistlarda, u ham bir binolarni tozalovchi alpinistlar hisoblanadi. Dunyo bo'yicha eng ko'p maosh oluvchilar hisoblanar ekan. U 16 ming yevrodan 23 ming dollargacha maosh olishar ekan. Maoshi ham bo'lishi mumkin-da. Oxirgisi ham bo'lishi mumkin va u eng xavfli kasblar qatoridan joy olgan va bilasizmi, 35-chi, 80-chi, 120-chi qavatlarda turib bunday ishni amalga oshirish aslida hayotini xavfga qo'yish bilan, jonni nima deydi? Xatarga qo'yish bilan barobardir va hattoki o'sha Nyu-Yorkning balandopar, osmono'par binolarini ham o'zimizga o'xshagan oddiy insonlar tozalashar ekan, ya'ni skyscraperlarni deymiz. Anglaganingizdek, navbatdagi lavhamiz shu mavzu bilan bog'liq. Muxlisa Solijon va maxsus lavha tayyorlaganlar. Shuni birgalikda tomosha qilamiz, mehmonlarimizga rahmat aytamiz. Marhamat.